Do'stlar barchaga xayrli kech yoki xayrli tun. Bugungi videomiz hali davom etadi. Do'stlar, bugungi video Asmira videolardan biri, ya'ni Minecraft o'yini bo'ladi. Do'stlar, o'sha joydan davom etmoqdamiz. Xo'sh, bugun videomizda ko'mir topishga harakat qilamiz. Ko'mir topmasak yorug'lik yo'q demak. Xo'sh, biz g'or topgan edik. Shu g'orga tushib, ozgina ko'mir yig'amiz. Xo'sh, bo'lmadimi? Xo'sh, do'stlar, bu yerda ko'mir izlashimiz kerak. Ko'mir imkon qadar topishga harakat qilamiz. Bu yerda ehtiyot ham bo'lishimiz kerak, chunki bu yerda yana zombilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot choralarini ko'ramiz. Xo'sh, yorug'lik manbaini topish kerak. Yorug'lik manbaini topish uchun bizga ozgina ko'mir kerak. Endi ko'mir bu yerda yo'q. Hozir kalabasimizdan oldin avvalambor shu atroflarni qarab ko'ramiz. Ko'mir albatta bo'lishi kerak. Shuning uchun avvalambor qarab ko'ramiz. Do'stlar, ko'mir albatta topiladi. Shu yerda ko'mir bor ekan, faqat ehtiyotkor bo'lamiz. Chunki ko'mir topilayotgan paytingizda bu tarafdan zombi kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot choralarini ko'rib sekingina, agar ko'rinib bo'lsa zombi chiptayni rostlaymiz. Demak, bu yerda hech kim yo'q. Ozgina oldindan ham olib olamiz. Qo'ldan kelgancha. Oldinda quyib bemalol oltin bir balolar, mana kiyim-kechak yaratsa bo'ladi. Uzr, bir balolarni deb yubordim. O'zingizga kerakli narsalar yasasangiz bo'ladi. Demak, do'stlar, ko'mir bu yerda hozircha tugadi. Yana ko'mir chiqishi mumkin. Albatta istab ko'rish kerak. Har bir qatordan chiqishi mumkin ko'mir. Lekin ish qurollarni ham yo'qotmasligimiz kerak. Ko'mir bu yerda hozircha ozgina topdik. Yetib turishi ham mumkin. Shuning uchun ortga qaytamiz va bu yerga ozgina yorug'lik manbaini olib kelamiz. Xo'sh, biz adashib qoldik, do'stlar. G'ordan chiqish bu tarafda emas. Mayli, hozircha g'orda hech kim yo'qligi uchun biz yana ozgina kalaymiz. Oltin olamiz. Biron nima chiqib qolishi mumkin. Xo'sh, oltinni oldik. Bu yerda hech narsa qolmadi. Bu yerdan zudlik bilan ketishga harakat qilamiz, do'stlar. Adashib qoldim desam ham bo'laveradi. Adashmabman, do'stlar. Chiqib ketamiz bu yerdan va zudlik bilan o'zimizga yorug'lik va anaqalarni qilib kelsak bo'ladi. Xo'sh.
ekan. Ko'mirimiz bor. Bizga yog'och kerak bo'lar ekan. Bizga yog'och qilishimiz uchun ozgina yog'och kerak bo'ladi. 4 ta chiqargan. Xo'sh, bizga hozircha 4 ta yetib turadi. Yorug'lik manbai. Endi biz o'zimiz uchun qurol, ya'ni kiyim yasashimiz kerak. Buning uchun biz alohida ko'mir joyga boramiz va bu yerda o'zimiz uchun kiyim yasaymiz, chunki bu yerga biz kiyim yasash uchun xo'sh nimaga bizni anaqamiz qayerga tushib qoldi? Notash oltinimizni hech kimga bermaymiz. Bu yerda oltinlar olib qo'yishyapti. Kumushga oltin emas. Zo'r do'stlar, adashib ketibman. Nechta chiqara oladi bu yerda topgan ko'mirimiz? Kumush ko'proq kerak bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar ko'proq ko'mir izlab topishimiz kerak. Ko'mir ham tugab bormoqda, meni bilishimcha. Ko'mir ham tugab bormoqda. Hozircha qurol yasab turgani yetadi, meni bilishimcha. Yetishdi bo'ldi, yana bittaga yetib borsa menimcha bo'ldi. 18 ta ko'mir tugadi, bittaga yetib borsa kerak. Meni bilishimcha yana 9 ta toshi yana. Yaxshi, mayli. Qanday bu? Yetib boryapti hozir tushunmadim. Ko'mirsiz ham qilsa bo'ladiganga. Bu yerda lavadan foydalanishmoqdamikan? Lavadan foydalanmoqdamisan? Menga qara do'stim. Do'stim, menga qara. Lavadan foydalanyapsizlar. Yaxshi-da. Buni eritmas ekan, buni mayli. Tash endi bo'pti, bunga bitta berib qo'yamiz. Qanday beradi bunga? Bitta kumush berib qo'yamiz. Bitta kumush. Kerak emas. Tash kerak emas. Biz ketdik. Do'stlar, qorong'i tushib ham ketayotganga o'xshabdi. Lekin vaqt bor, hozircha yomg'ir. Tochni biz boshqa yoqqa kelib qoldik-da, do'stlar. Ishoninglar, boshqa yoqqa kelib qoldik. Joyimiz bu tarafdamidik. Shu adashib qolyapman-da, bir chiroyli ko'rishgan, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketish esimizda yo'q. Notash topdik.
uylarni tintuv qilishga majburman, chunki anchalar to'plab qo'yganman. Bu narsani bemalol kiyim yasasa ham bo'ladi. Balkim buni uydadir. Yo'q, buni uyda emas. Точно buni uyda bir narsa yo'q. Asosiysi bu pechkani oldida turgan biratishga aniq olgan, 100% olgan. Pechkani oldida shu bola olgan. Shu bola olgan. Kumush tushiga tiqqanim. Bilmaman, kumush shu yerda. Yo'q, bu yerda ham kumush yo'q. Montaj kumushni kim olganini kumush chizolmadingizmi jigar? Kumush emas, nima edi nomi esimdan chiqib qoldi. Noma mani toza qorga ketamiz. No, sendadir kumush balki. Ha? Senda emasmi? Xo'p do'stlar, chalg'imaymiz biz. Darshi o'sha g'orga kiramiz va g'ordan ko'proq ko'mir olib chiqishga harakat qilamiz. Qoch. G'orsa. Shu tarafdamidi? Bu yoqda emas. Mana bu tarafda shekilli. Menimcha adashdim. Bu yoqda emas. Bu yoqda emas. Darsh tomonda. G'or og'ziga o'tdi. Yorug'lik bilan kirib ketyapmiz. Bizga yetadi. Hozircha g'ordan uncha narsa olib chiqib olamiz. Bizga yetadi. Shuni Darsh g'orimizga ham kelib qolgan ekanmiz. Darsh g'origa tushamiz. Juda ko'p narsa yig'ib chiqishga harakat qilamiz. Bu yerga ehtiyotkorlik bilan bolta bilan tushish kerak. Boltani ehtiyotkorlik bilan tayyorlik manbayimiz shu atrofga o'rnatamiz. Ikkinchi yorug'lik manbayimiz atrofga o'rnatamiz. Bizga yetarli atrofga yorug'lik manbai. Darsh bu atrofda yorug'lik manbai kerak bo'ladi atrofga ham. Shuning uchun bu atrofga ham qo'yamiz yorug'lik manbaini. Endi qazish ishlarini boshlaymiz. Xo'sh. Bu yerda nimalar topishimiz mumkin? O'zimizga foydali narsa barchasi o'zi foydali bo'ladi, chunki topgan narsamizni kerakli narsalarga ishlatsak bo'ladi. Mana shu tushirayotgan bloklarimga o'xshagan narsani men rosa to'plab tushgandim. Mana shu narsa nimaligini hozir bilolmayapman. Shu yerda ko'mir ham bor ekan. Ko'mirdan ko'proq yig'amiz do'stlar. Ko'mir aslan doim kerak bo'ladi. Bizga oddiy bloklar ham kerak bo'ladi yugurishimiz uchun. Do'stlar. Bizni uyimizni qishloqning bironta bir yaxshi joyiga mo'ljallab quramiz va qishloqni atrofini qo'riqlash uchun, ya'ni
ishlarni amalga oshirish mumkin. Yaxshi. Hech narsa qolmadi. Shu oltinni ham tushiramiz. Oltin qolmadi. Bu yerga oxirgi chirog'imizni o'rnatsak bo'laveradi. Xo'sh, bu yerda yana bir g'or bor ekan do'stlar. Bu yerga yana bir g'or bor ekan. G'orni ham ko'rib chizsak bo'ladi. Do'stlar, shu yig'ayotganim kumush bo'ladi. Mana shu kumush men bilishimcha. Chunki bundan oldingi yig'ganimda ham shu kumushdan foydalangandi. Bu yer qaysi joyligi hozir esimda yo'q, chunki hozir ko'rib qoldim. O'ta katta joy ekan. Hozir tushganim to'g'risi ikkilanyapman, chunki bu yerda zombilar bo'lishi mumkin. Bu yerga qattiq tayyorgarlik qilib kelmasak bo'lmaydi. Tekamizga ham, pastimizga ham ko'proq chiroq, ya'ni yorug'lik tizimlarini olib kelishimiz kerak ko'proq. Bo'lmasa bizni zombilar urib boshqa narsa qilishi mumkin. Shuning uchun biz hozir borib sirasi qishloqdan ko'mirlarimizni eritib olamiz va zudlik bilan o'zimizga keraklik ma'lumotlarni, ya'ni kerakli narsalarni yasab olamiz. Ke do'stim, mana uni eritib ber. Do'stim, eritib ber, eritib ber. Eritib ber ko'mirim. 5 dona tashlaychi, 4 dona. Barchasini eritib bera olasanmi? Nima deysan do'stim? Eritib berasan. Tekinga eritib ber. Mana bu yerda vulqondan chiqqan anaqalar ham bor-ku. Men hozir tushunmayapman-da, seni-chi, meni kumushlarimni qayga muhrlaganing. Do'stlar, mana barcha narsa yasasa bo'ladi bundan. Shuning uchun shoshmasdan bularni to'plab olamiz va o'zimiz uchun kerakli barcha ma'lumot, barcha narsalarni yasasak bo'ladi. Kun botmayaptimi? Kunimiz qorong'i tushib ketsa ham bo'lmaydi. Qorong'i tushib ketsa ham bizni o'ldirib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun tezlik bilan ketishimizga to'g'ri keladi. Quyosh ham botyapti-ku. Shuning uchun zudlik bilan ortga qaytamiz. Ungacha bu barchasi erib qolishi mumkin. Biz boshqa yoqqa kelib oldik-da do'stlar. O'sha eski uyimiz topolmay qoldikmi qorong'ida. Shu yoqqa, shu yoqqamidi? Bilmadim do'stlar. Mana shu yoqqa shekilli. Unda shu yoqqa ekan, zombilar chiqquncha tezroq olib olishim kerak. Hamma uyga kelib ketdi, bitta men qolib ketib qoldim do'stlar. Shuning uchun ehtiyot choralarini ko'ramiz. Uxlamasak ham shu yerda bekinsak bo'lar ekan.
yashasa bo'ladi bu yerda do'stlar. Bilmadim. Bu yerga nima qo'yay? Sizlar bir bolalar kuydiradigan bu yerda ham kuydirsa bo'ladimikin? Pechka noda bu yerda ham pechka bor ekan, pechka qisilsa bo'lakan. Notajimda o'zimiz oldimizda ekan, istab yursam ham bo'lmaydigan kerak emas ekan. Noshta endi shu yerda o'tkazamiz. Qolganlar hammasi o'zini anaqasiga kirib ketdi joyiga. O'zi bloklarimdan uy yasab olsam ham bo'ladi bemalol. Bloklarim ham yetadi. Avvalambor kiyimlarni qilib olishim kerak. Shuning uchun uy yasamay turibman. Hozircha ulgurmay turibman. Qachonki uylarimni kiyimlarimni yasab olganimdan keyin kiyinib olganimdan keyin bemalol qo'rqmasdan o'zim uchun barcha narsani qilib olsam bo'ladi. Barchasini qilib olishga ulguraman ertalabgacha bemalol. Noda do'stlar, bitta qo'y topib o'ldirishim kerak, chunki uni uyingida bemalol yotadigan qilishim, yotoqxona qilishim mumkin, krovat yasashim mumkin. Barchasini eritdim. Biz keyin turli xil kiyim-kechak, ish qurol yasaydiganlarimizni ham olishimiz kerak. Olmasak unda yana boshqa yasashimizga to'g'ri keladi. Buning uchun biz tongni kutishimiz kerak albatta. Tongni kutganimizdan so'ng tongdan keyin o'zimizga albatta chiroyli qilib uy quramiz. Notar uy quramiz. Zo'r qilib mayli uy quramiz. Birikizdan kiyim kerak emas. Birinchi uy quramiz mana qilib. Vaqtni o'tkazmaymiz, qachon tong otadi, zombilardan qachon qo'rqmaymiz deb bir uxlab turamiz, ertalab tushadi va bemalol yana ishimizni davom etkazsak bo'ladi. Do'stlar, videolarimiz gigabaytdan oshib ketadi. Buni montaj qilib YouTube'ga joylagunimcha albatta qisqa bo'lsa-da sizlarga videolarni tez-tez tashlab turaman. Shuning uchun videoni shu yerda to'xtataman. Keyingi videoyimizda albatta birgalashib uy quramiz. Mayli kiyim-kechaklar ham qolib turaversin. Birinchi olib o'zimizga krovat uxlash uchun va ajoyib uy quramiz. Kattagina, bemalol. Xudo xolisi. Do'stlar, barchaga rahmat. Yangi podpisчиклар videolarimizni to'liq ko'ringlar. Barchasi ASMR videolar va games videolar bo'lyapti. Bundan buyog'i ham podpisчиклар